Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Farg'ona viloyati Quva tumaniga kelganmiz. Bu yerga gazoblok apparatlarimizni olib kelib o'rnatdik. Xo'p, bir boshdan boshlasak, 2 tonnali suv yonkisi, 115 litrlik suv yonkis, mishalkasi mana zavodskiy parraylari bilan relslarini ham polniy o'zimiz o'rnatdik, ustanovka qilib. Bu yerga jami 20 ta qolip olib kelib o'rnatganmiz. Betonlarini quyib, ugonnilarni o'zlari olib berishdi. O'zimiz svarka qilib joyiga o'rnatdik hammasini. Qoliplarimiz bularga hammasi bir martadan quyildi. Kecha quyilgan shu 10 tasiga. Qoliplarimiz o'sha yamalmaydi. Mana bir marta yog'lanadi, quyiladi. Bularga ham bugun ertalabda quyganmiz. Ruchnoy reskasi ham bor. Oxirgilari mana ikkita bor, ishib chiqqan, zo'r holatda. Ko'rishlar mumkin mana. Avtomat reska 20 ta qolib, avtomat reska, qolgan hamma komplektlarni berishgan mana. O'sha bitta knopka orqali ishlab kesib tushib ko'tariladi o'zi. Mana a'da hech kim yo'q. Kesib tushyapti pastga qarab. 5 shumni tix ishlaydi. Mana qolipga borganda o'zi to'xtaydi. 5 sekund kesadi. Keyin yana o'zi ko'tariladi. Mana shu ko'tarilyapti. Ko'tarilib, qolipdan 10 sm ko'tarilganda o'zi o'chadi. Hop. Yaqinlashdi уже. Bo'ldi, to'xtadi. Mashq holatda o'zi avtomatik ravishda kesadi. Xo'p, bu liniyamiz o'sha $7000 ga olib kelib, ustanovka qildik. Hamma yo'g'i ichida 20 ta qolib, avtomat reska, mishalka, subachoylar, mana bu ruchnoy reskasi ham bor buning ichida. Hop, yana bu narsasi ham bor mana. Ko'mir yoqiladi bunda. Mana shu 2 tonnali yonkis tagiga qo'yib, shu 10 kilo, 15 kilo ko'mir bilan 40 gradusga olib chiqib beradi. Qolganini shu tevada 5 minutga yoqilsa tenti bor. Shu isitib beradi. Kimga shunaqa gazoblok liniyalari kerak bo'lsa, gazoblok qolib, mishalka nima kerak bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarga telefon qilaverasizlar. Yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.